Dünya özünün adaqı tınıqlarida. Qiyomatning cho'ng kichik alomatlari. Abduri Doktor Muhammad Al-Arifi. Tarjima qilguvchi Sajiya tarjima mahoratini o'stirish sinfi o'quvchilari. Muharriri Doktor Abdul Aziz Rahmatullah A9. Korrektori Abduli Abliz Muhammad Barat. Loyihaligüchi A. Aqxon. Nashr qilguvchi Sajiya Islom tadqiqot markazi. Kirish so'z. Bismillahirrohmanirrohim. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Barliq hamda sana olamlarning parvardigori Allohga bo'lsin. Eng oliy va eng go'zal durud salomlarimiz elchilarning sardori payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga, u zotning oila tavobatlariga va barliq sahobalarga bo'lsin. Maqsadga kelsak, ko'rib turganimizdek keyingi vaqtlarda ayni yaqinlar etaklar yaqa bo'lib qolgandek matbuotda bo'lsin, tor dunyosida bo'lsin, atalmish kelajak voqealarga ishorat qiladigan qiyomatning alomatlariga munosabatlik oyat hadislar asos qilingan har xil to'qilma ssenariyalar, ig'volar ko'zga chiliqishga boshladi. Islom va musulmon olamiga kelayotgan sinoqlar kuchaygan sari kishilar ma'lum chiqish yo'li va yoki xilma-xil qutulish yo'llarini izlashmoqda. Balkim sizmi ba'zida Mahdi chiqishga az qapti degan xabarni anglasangiz, ba'zida Yahudi va xristianlar haqidagi cho'ng hadislar yuz berishga az qilayotganligini, yana ba'zida Mashriq yoki Mag'ribning allaqandoq bir yerida yer yutish hodisi yuz beribdi degandek so'z cho'chak har xil gap so'zlarni anglayotgansiz. O'zimni ilib aytsam, texi yaqindala Afrikadagi ma'lum bir davlatga qilgan ziyoratimda bir zatning shu yerdagi xalq ichida o'zini osmondan tushgan Maryam o'g'li Isa deb da'vo qilgan ishlarning bo'lganligiga mushahid bo'ldim. Shuning bilan qiyomatning alomatlari haqida cho'qim tushuncha berish va bu alomatlarning ma'nisi aniqlamasi qatorliqlar ustida maxsus to'xtalish kerak ekan degan qarorga keldim va natijada qo'lingizdagi bu kitob bitib chiqdi. Men bu munosabat bilan kitobni nashr qilishdan avval o'qib chiqib, o'zlarining qimmatli mulohiza, taklif va fikrlarini aymagan fazilatlik shayx Salman ibn Fahd al-Avda, doktor Abdul Aziz al-Abdullatif, shayx muhaddis Abdul Aziz at-Tarifi va boshqa qarindoshlarga alohida tashakkurimni bildiraman. Allah Taaladan bu kitobni manfaatlik va o'z roziligi uchun xolis ajrlar qatoridan hamda qiyomat kuni va bizning foydamiz uchun shohid bo'ladigan manfaatlik ilm jumlasidan qilib berishini so'rayman. Amin. Doktor Muhammad ibn Abdurrahman al-Arifi, Padişah Saud Universiteti Aqida va hozirgi zamon din iqimlar fanlari professori, Islom tashviqot ministrligi oliy kengashining a'zosi. Nima uchun qiyomatning alomatlari haqida to'xtalib qolamiz? Kishi o'zi izlanayotgan va ustida mulohiza yurgizayotgan har bir ishning cho'qim ma'lum natijasi va mevasini ko'rish kerak. Undaqda qiyomatning alomatlari haqida izlanish va ularni bilib chiqish turmushimizda biror foyda olib kelamdi. Yoki bular kishining hayotida hech qanday real ta'siri yo'q, balki bilim zapisiga qo'shiladigan ma'lumotlardan iboratmi? Javob shuki, qiyomat alomatlari Qur'on va sunnatda alohida tilga ilingan bo'lib, bularning inson hayotiga olib keladigan bir qator foydalar bor. Bular: birinchi, imonning 6 asosidan biri bo'lmish g'aybga iymon keltirganligini isbotlash. Haq Taolo aytadi: ular g'aybga ishonadi, namozni ado qiladi. Baqara surasi 3-oyat. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Men kishilar bilan toki ular bir Allohdan boshqa hech qanday iloh yo'q, Muhammad Allohning elchisi deb shahodat aytmoqcha, namoz o'qimoqcha va zakot bermoqcha jihad qilishga buyurildim. Agar ular shu ishlarni qilsa, mendan qonlarini va mollarini saqlab qoladi. Shariat haqqi bilan bo'lsa, buning sirtida. Ko'rinishda musulmon bo'lib olgan bo'lsa, hisobini Alloh o'zi oladi. G'aybga iymon aytish Alloh va uning payg'ambari xabar bergan, biz bilgan yoki bilmagan jami ishlar o'zira oyat va sahih hadislarda kelgan barliq narsalarga iymon keltirish deganlikdir. Biz buni haq va rost deb bilamiz. Ana shularning qatorida qiyomatning alomatlarimi bor bo'lib, bular Dajjalning chiqishi, Isa alayhissalomning zamon oxirida tushishi, Ya'juj-Ma'jujning chiqishi, noma'lum bir hayvonning o'ttirg'i chiqishi, quyoshning mag'ribdan chiqishi va shuningga o'xshagan naql orqali sahihligi aniq bo'lgan masalalar qatorliqlarga o'xshashdir. Ikkinchi, qiyomatning oldin yuz beradigan alomatlarni bilish nafsni Allohga itoat qilish va qiyomatga hozirlik ko'rishga undaydi. G'ofillarning qalbini uyg'otib, ularni tavbaga aldirashga va dunyoga berilmaslikka rag'batlantiradi. Darvaqa payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning qiyomat alomatlaridan birining yaqinlab kelayotganligini bilganida atrofidagilarga tutgan pozitsiyalarimi ana shu jumladandir.
Sahihaynda kelgan hadisda müminlarning onasi Zaynab radhiyallohu anha rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir kechasi o'rnidan turib, la ilaha illalloh, arablarga yaqinlab kelayotgan yomonlikdan voy. Bugun Yajuj Majujning to'smasidan munchalik ajilib ketdi deb ko'rsatgich barmoqi bilan bosh barmoqini halqa qildi. Men, ey Rasululloh, aramizda yaxshi kishilar tursimi halok bo'lamdiq deb so'rasam, agar yomon ish ko'payib ketsa, cho'qim shundoq bo'ladi deb javob berdi. Yana bir hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Subhanalloh, bugun nima degan ko'p azob tushirildi, nima degan ko'p xazinalar ochildi. Hujurlardagi ayollarni uyg'otinglar. Dunyoda kiyim kiygan nurg'un xotinlar oxiratda qip-yalang'och bo'lib qoladi dedi. 3. Qiyomatning alomatlariga doir xabarlarda bir qism shar'iy hukmlar va fiqhiy masalalarning bayoni bor. Masalan, Dajjalning yer yuzida turish muddati haqidagi qissada uning yer yuzida turadigan kunlarning ichidagi bir kunining bir yilga, yana bir kunining bir oyga teng bo'ladiganligi xabar qilingan bo'lib, sahobalar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga Dajjalning ziminda turg'usi kelajak uzun kunlar to'g'riliq mundoq savol qo'ydi. Bir yilga o'xshash bo'lgan bir kunda bir kunlik namozimiz kifoya bo'lamdi? Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam buningga javoban, yo'q, hargiz kifoya bo'lmaydi. Vaqt soatni mo'ljalanglar deb javob berdi. Buningdan biz oylab kecha bo'ladigan, oylab kunduz bo'ladigan shaharlarda yashayotgan musulmonlarning qanday namoz o'qiydiganligi haqidagi hukmlarni bilib olaymiz. 4. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qiyomatning alomatlarini bilishi faraz yoki taxmin qilish orqali bilgili bo'lmaydigan g'aybga aloqador ishlar jumlasidandir. Mana bu u zatning payg'ambarligining rostligi va uning Allohning elchisi ekanligiga dalildir. Haq Taala aytadi: Alloh g'aybni bilguchidir, o'zining g'aybidan hech bir odamni xabardor qilmaydi. Faqat Alloh o'zi mamnun bo'lgan payg'ambarga g'aybni bildirdi, uning oldiga va orqasiga kuzatchi farishta selib qo'ydi. Jin surasi 26-27 oyatlar. 5. Qiyomatning alomatlarini bilishimiz bu masalalarda shariatning ko'rsatmasi bo'yicha muomala qilishimiz kerakligini o'rgatadi. Bu bizning mazkur masalalarga yo'liqqanda qaymoqib qolmasligimiz uchundir. Masalan, Dajjal haqida bizga yetgan tafsiliy xabarlar, ya'ni uning ko'zi va peshonasi to'g'risidagi sifatlar hamda uning bilan yuz beradigan ishlar haqidagi izohatlar buning dalili bo'lib, bular orqali uning fitnasiga tushib qolmasdan, balki uning dajjalligini bilib olaymiz. 6. Kishi qiyomatning alomatlarini bilgan vaqtda kelajakda yuz beradigan ishlarga qarata tuyuqsiz voqealarning dal aksicha ruhiy jihatdan oldin tayyorlik qilib olaydi. 7. Umid darvozasi ochiladi. Chunki qiyomatning alomatlari ichida islomning g'alaba qildiganligi, zaminning har qaysi joylarga taraydiganligi, Yahudi va xristian dinlarining yo'qoladiganligi qatorliq ma'lumotlar bor. Mana bu islomning saltanat surdiganligi, kofirlar yoqtirmagan taqdirdami uning barliq dinlar ustidan g'olib keldiganligi haqidagi payg'ambar bishoratlarida kelgan mazmunlarga asoslanganligidandir. 8. İnsanның tabiatidagi g'aybiy ishlarni va kelajakda yuz beradigan voqea va hodisalarni bilishga intilib turadigan qiziqishi bu vaqtda kelgan rost xabarlarning Alloh tarafidan amalga oshirilishi bilan qondiriladi. Bundaq deyishimiz, islom dini munajjimlik, ramchilik, kahinlik va uningdan boshqa vositalar orqali g'aybni bildiganliklarini da'vo qilishadigan dajjallarning yo'lini atgani bilan qiyomatning alomatlaridan iborat kelgusida yuz beradigan hodisalarning nurg'unlarini vahiy orqali xabar qildi. 9. Qiyomatning alomatlariga ishonish iymonni kuchaytiradi va ziyoda qiladi. Demak, bu xil alomatlarning yuz berayotganligi siz e'tiqod qilayotgan dinning haq din ekanligini ta'kidlaydi. Yuqoriqilardan boshqa yana o'sha bu alomatlarning turmushimizga ta'sir ko'rsatadigan boshqa foydalarmi bor albatta. Qiyomatning alomatlariga muomala qilishda diqqat qilishga tegishli qoida prinsiplar. Odamlar qadimdimi, davrimizdami qiyomatning alomatlari haqida ko'p asarlarni yozib keldi. Bu ish hali ham davomlashyotidi. Undan boshqa yana televiziya va radio programmalarida, internet sahifalarida qiyomatning alomatlari ustida pat-pat to'xtalmoqda. Buningga ergishib, qiyomat alomatlari haqida fikr yurgizayotganlar, oyat va hadislar haqida ba'zi noto'g'ri ideyalar, fikriy qalaymaqonchiliklarni o'ttirg'a elib chiqishdan saqlanolmadi. Shunlashqa men bu yerda qiyomatning alomatlari va bu vaqtdagi diniy bayonlar to'g'riliq bilishayotganlar diqqat qilishi kerak bo'lgan bir qism qoida prinsiplar haqida to'xtalmoqchiman. 1. Dalilga asoslanishda faqat Qur'on Karim va sahih hadisga tayinish lozim. Chunki Qur'on Karim va sahih hadislar g'aybni bilishdagi asosiy manbadir. Osmonlarda va zaminda Allohdan boshqa hech kim g'aybni bilmaydi.
Ular, ya'ni haloyiq qachon tirildiganliklarini bilmaydi. Naml surasi 65-oyat. Allah g'aybni bilguchidir. O'zining g'aybidan hech bir odamni xabardor qilmaydi. Faqat Allah o'zi mamnun bo'lgan payg'ambarga ba'zi g'aybni bildirdi. Jin surasi 26-27-oyatlar. Demak, Alloh taolo ba'zida payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi vasallamga dini jihatdan foydali deb qaralgan g'aybiy ishlardan xabar berdi. Bu xabarlar jumlasidan kelgusiga doir g'ayb masalalari bo'lgan qiyomatning alomatlarimi bor bo'lib, qiyomatning alomatlarini dalilsiz holda Tavrat, Injil qissalari orqali tush va yoki siyosiy voqealar asosida yuz bergan ishlar orqali bilmoqchi bo'lish asla to'g'ri emas. Shuning uchun mayli bu vaqtdagi xabarlar payg'ambarga mansub qilingan bo'lsin yoki biror sahobadan kelgan bo'lsin, cho'qim sahihligi dalillangan bo'lishi kerak. Chunki qiyomatning alomatlari deb qaralgan bir qism ishlar amaliyotda fitna tarqatishga yo'chiq ochib bergan bo'lsa, yana bir qismlari shu xildagi kitoblarning bozorini chiqarish, o'qirmanlarni jalb qilish uchun sahihlik darajasiga yetmagan, aksicha sahih hadislarning bayonlariga zid keladigan xabarlarni o'ydirma, xiyoli va fantaziyalik to'qimlarni ko'plab bayon qilish orqali tijorat quroliga aylandi. Bu vaqtda o'zim o'qigan eng qiziqarli mazmunlardan ma'lum bir yazarmanning yozganlarini misol qilsam, u o'z asarida munlarni yozadi. İstanbuldagi Türk kutubxonasining islomcha kitoblar bo'limida Hijriya 3-asrga tava nodir qo'lyozmalarda Abu Hurayra ibn Abbas va Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhum qatorliqlar rivoyat qilgan nurg'un hadislar xotirlangan. Buning ichida Abu Hurayra radhiyallohu anhu boshqalarga so'zlab berishdan ansirgan, ammo o'lib ketishdan avval ilmini yo'shirganlik gunohi ortilib qolishdan qo'rqib rivoyat qilib bergan bir hadis bor bo'lib, u atrofidagilarga "Men oxir zamonda yuz beradigan urushlardagi ba'zi ishlardan xabardorman" deydi. Atrofidagilar uningga "Alloh seni yaxshilik bilan mukofotlasin. Bizga aytib bersang hech gap bo'lmas" deganda u mundoq degan. Hijratdan 13 asr o'tib, oradan 5-6 yil o'tganda Nasir ismli bir kishi Misrni so'raydi. Arablar uni Arabning shijoatli kishisi deb chaqirishdi. Alloh uni ma'lum bir urushda g'alabaga erishtirmagandan boshlab, u hech g'alaba qilolmaydi. Andin Alloh o'zi yaxshi ko'rgan oylardan birida Misrga o'zining haqiqiy g'alabasini ato qilishni xohlaydi. Halbuki g'alaba Allohga mansubdir. Shuning bilan Baytullohning va arablarning Rabbi bo'lgan zot Misrga qo'ng'ir rangli qo'mondan Sadatni rahbar qilishga rozi bo'ladi. Uning otasi bo'lsa chiroy jihatda uningdan nurliqroq Anvar bo'lsa-mu, ammo u G'am-qayg'u shahridagi Masjidi Aqsa o'g'rilarining yaxshirog'i edi. Shamning Iroq qismida Sufyani ismli zolim kishi bor. Uning bir ko'zi azroq qiyshaygan bo'lib, uning ismi qattiq zarba berguvchi Saddam degan so'zdan kelgan. U o'ziga qarshi chiqqanlarga qattiq zarba berdi. Mal-dunyo uning bir kichik qal'asiga, Kot shahriga to'planadi. U qal'aning ichi sirlangan bo'lib, Sufyanidan hech kishiga islomsiz yaxshilik kelmaydi. Sufyani ham yaxshi, ham yomon kishidir. Mahdiyga xiyonat qilgan kishining holiga voy. Hijratdan 14 asr o'tib, aradan 2 yoki 3 yil o'tganda Mahdi chiqadi va yer yuzidagilarning hammasiga qarshi urush ochadi. Azg'onlar, la'natgardilar, munofiqlar bo'lib, hammasi uning atrofiga yig'iladi. Armagedon yeniga joylashgan Isro va Mi'raj shahrida dunyoning va hiyli mikrning xonishi o'ttirg'a chiqadi. U bir zinoxo'r xotin bo'lib, uning ismi Amerika deyiladi. Dunyo bu kunda azg'unliq va kufrga g'arq bo'ladi. Bu vaqtning yahudiylari bu kunda eng oliy martabada bo'ladi. Ular Quddus, Falastinning va Madina shahrining hamma yerini alqiniga elib oladi. Ular qo'rqinchliq Qarmuz shahri bilan dahshatli Peshg'arim shahridan boshqa dengiz va havo yo'llari orqali shaharlarning hammasini elib oladi. Mahdi chiqqandan keyin dunyoning hiyli nayranga to'lib ketganligini, Allohning hammadan g'olib ekanligini ko'radi. U har bir maxluqning biror joyi Allohning dargohidir. Dunyo bir tub daraxt bo'lsa, uning shoxlari yiltizi qo'shilib hammasi Allohning mulkidir deb qaraydi. Andin Allah ularni eng vahshiy yo'l bilan jazolaydi-da, zamin, dengiz va osmonni ko'ydirib, ular ustiga tashlaydi. Osmondan toshlar yog'ishqa boshlaydi. Yer yuzidagi barliq kofirlar la'natga uchraydi hamda Allah kufrni tub yiltizidan quritib etishga izn qiladi. Ikkinchi, g'ayb masalalarini aniqlashda ishonchli olimlarga murojaat qilish lozim. G'aybga doir masalalarda ko'ngliga bir gumon tushib qolgan kishi masalani biror ilm ahliga bayon qilmay turib, boshqalarga tarqatishdan saqlanishi lozim. Haq taolo aytadi: "Agar bilmasanglar, ilm egalaridan so'ranglar." Anbiya surasi 7-oyat.
Agar ular masalani payg'ambarga va ular mo'minlarning ichidagi ish ustidagilarga ma'lum qilsa edi, masalaning haqiqatini ulardan albatta bilib oladi. Nisa surasi 83-oyat. Ulardan Abu Tufayl mundaq deydi. Men Kufada edim, biri menga Dajjal chiqibdi dedi. Shuning bilan biz Huzayfa ibn Azid radhiyallohu anhu ning qashig'iga keldik. U kelganimizda kishilarga hadis so'zlab berayotgan ekan, men uningga Dajjal chiqibdi dedim. U menga o'ltirgan dedi. Men o'ltirdim. Andan yurt oqsoqolimi kelib uningga Dajjalning oshkora bo'lganligini, Kufa ahlining uni o'rtib qilayotganligini aytib, Huzayfa uningga o'ltirgan dedi. Omu o'ltirdi. Andan biri orqali bu xabarning qip-qizil yolg'on xabar ekanligini e'lon qilindi. Biz dedikki, "Ey Huzayfa, sen bizni cho'qim sababsizla o'ltirishga taklif qilmading. Shundaq ekan, bizga bu vaqtda biror narsa so'zlab bersang" dedik. U shubhisizki, navoda Dajjal rostila sizlarning zamoninglarda chiqib keladigan bo'lsa, uni ushshoq ballardan tortib, toshbo'ron qilib qo'g'ilib qolmaydi. Ammo Dajjal o'chmanlik avj olgan, diyonati so'z, adovatxo'r kishilar orasida paydo bo'ladi. Bu chaqda u har bir bo'ling pushqoqda paydo bo'ladi. Zimin uningga xuddi qo'yning terisi qatlangandek qatlanib beradi dedi. 3. Kishilarga ularning aqli ko'tariladigan doirada so'zlash lozim. Qiyomatning alomatlari haqida so'zlaydigan bir qism kishilar avomga so'z qilgan vaqtda bu vaqtda kelgan barliq hadis va qarashlarni bayon qilish va yoki avomning aqli ko'tarilmaydigan hadislarni to'xtamay so'zlashdek yengiltaklikini sodir qilib qo'ydi. Ma'lumki, bilganligi hamma narsani deb yurish to'g'ri ish emas. Shundaqla aqlning deyilgan narsalarni ko'tarilmasligini yoki deyilgan narsaning xato tushuncha paydo qilib qo'yishini va yoki o'z joyini topolmasligini nazarga olgan vaqtda har qanday to'g'rini avom orasiga tarqatishmi noto'g'ri usuldir. Bu vaqtda Ali roziyallohu anhu kishilarga ular tushunoladigan gaplarni qilinglar. Ajaba sizlar Alloh va uning payg'ambarining so'zining yolg'onga chiqarilishini yaxshi ko'ramsizlar degan. Yana bir rivoyatda ey insonlar, sizlar Alloh va uning payg'ambarining yolg'onga chiqarilishini yaxshi ko'ramsizlar? Kishilarga ular tushunoladigan narsalarni so'zlanglar, tushunolmaydigan narsalarni bo'ldi qilinglar degan. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu mundaq degan. Kishilarga ularning aqli yetmaydigan narsalarni so'zlama. Bo'lmasa, bu ularning bir qismi uchun cho'qim fitna bo'lmay qolmaydi. Sajiya Islom tadqiqot markazi